Xayrlik yakshanbalar. Butun dunyodagi barliq vatan sevgan qarindoshlar. Men yana sizlarning oldinglarda. Sababi men bu ishni bo'lish jarayonining o'zida ba'zi vatandoshlardan savollar kelgan bo'ldi. Hakan Fidanninki Uyg'ur davlati ziyorati va shu 19-yillar kuni Putin apandimninki Shimoliy Koreya ziyorati to'g'risida haqida savollar kelinib, buni orq ko'rinishda to'g'riliq bir nimalarni o'tirib qo'ygan bo'ldi. Savollarni o'tirib qo'yib, buni orq ko'rinish nima deb. Shu sababli men ekran yuzda. Avvaldan qarag'an chog'da ovozim joyida kelayotgan o'xshaydi vatandoshlar. Men hozir kirib, men qaytadan chiqib ketdim. Sababi bu yerda yana boshqa bir programmalarni kirgizdikan, to'nagin ozroq so'zlasam chiqmabdi. Şunu olaydı ben tünegün güne bir 20 minutlik sözlep onu asla tünegün sözlegen programını. Şundan onu çıkmagan diken jüvet kettim evvelden qarag'ancha ovoz yaxshi kelga o'xshaydi vatandaşlar. Anda qolsa boshlab ketdik. Bugungi şu vatandaşlar so'rgan savolninki asosliq yechimiga kirma vatandaş. Yani Putinninki Shimoliy Koreya ziyorati Putin efendimning, ikkinchisi Hakan Fidanninki Uyg'ur davlati ziyorati jarayonimizda, ya'ni Uyg'urni ziyorat qilish jarayonimizdagi buni orq ko'rinishi qanday foyda keldi, foyda kelamdi kelmamdi degandek masalalar bo'ldi. Bu temaga kirishdan avval vatandaşlar bir narsani tushuntirib qo'yaylik. Yani biz ilgili söhbetimizde dep o'tgan masalan Pokistondagi bir turkum terroristlarning masalan Xitoyning şu 62 milyar dollarlık Ipak yani Guard portiga selinayotgan 62 milyar dollarlık Ipak yo'li stratejiyasiga to'xtamasdan hujum qilish natijasida Xitoy hukumati qurilishlar qilishni to'xtatishga majbur bo'ldi degan. Mana u 2 kun bo'ldi. Yani Viyanning xabarida chiqyapti hamda Xitoy hukumati Pokistonga alayida bir Ipak yo'li strategiyasi bo'yicha yordam beradigan, qurilish olib boradigan davlatlar tizimligidan chiqarib o'tmaymiz degan norozilikni bildiribdi. Sababi bu yerda Pokistondagi terroristlarniki ular hujum qilish. Ashlarning xalqarada chiqqan media bo'yicha deyapman men. Tushunsam bo'ldi. Terroristlarniki bu yerda Xitoy qurilish injenerlariga, ishchilariga tajovuz qilishi, hujum qilishi tufaylidan bexatarlikni saqlayolmadi degan nuqta bilan bu shunday ishlar bo'libdi hamda vatandoshlar. Hamda teminiki birinchisi kirsak vatandoshlar, Hakan Fidan efendim deganda Uyg'ur davlatida ziyorati bo'ldi. Nurg'ulg'an talash tortishlar bo'lindi. Men Uyg'urlarning ichidagi men ishda bo'lg'achqa Uyg'urlarning ichidagi bo'lgan muloyizlarni qanday kelganligini men ko'rib bo'lmadim rostini desam. Nima deyildi, nima bo'lindi men bilmayman shaxsan. Men o'zimning fikrimni desam, Hakan Fidan efendimning Uyg'ur davlati ziyoratiningki tufki asosliq maqsadi vatandoshlar, bu yerdagi maqsad qaysi desanglar, Turkiya hukumatiningki shu BRICS degan. BRICS yani Braziliya, Hindiston, Rossiya, Xitoy, Janubiy Afrika boshlatgan BRICS degan shu pul birlik sistemiga kirishni eng oliy maqsad qilib turib, Hakan Fidan efendim Jungo'da ziyorat bo'ldi. Jumladan Uyg'ur davlatida ziyorati bo'lingan bo'ldi. Uyg'urlar bilan ko'rishgan bo'ldi. Maqsad bu yerdagi Turkiya hukumatiniki qilishdagi, uyan ziyorat qilishdagi maqsadi Uyg'urlarni yo'qlab o'tkash, o'zininki shu BRICS pul sistemasiga kirishdan iborat eng oliy nishonning borlig'ini bu yerda o'tirib qo'yadi. Undan boshqa hech qanday bir oliy maqsad yo'q vatandoshlar. Bunda desam yana bir turklarni bizga ba'zilaringlar o'shtaysizlar, ba'zilaringlar deysizlar, bu yerda biz rost yolg'on deyapmiz. Shu BRICS kirish. Undan boshqa Turkiya hukumatiningki o'zinglar bilasizlar, Xitoy bilan Ipak yo'li strategiyasida zaten bir. Şu Türkiye'nin bu yerda Uyg'urlar qo'yayotgan siyosati, Türkiye'de hech qanday qonun hech qanday narsani ma'qullamay qolmasdan Uyg'urlarni Jungo bilan Turkiya o'tirisida ko'rikli rol o'ynash kerak degan siyosat va strategiyani qo'yib qo'yapti. Siz ularning nazarida bir ko'rikli desab mangadigan. Biz buni so'zlab qo'ygan vatandoshlarimiz. Ondan başka Türkiye hükümeti Şanghay Hamkorlik Tashkilotining kuzatchilik salohiyati bo'yicha turayotgan davlat. Hamda bu yerda BRICS degan Amerikaning dollarga qarshi Xitoyning pulini ishlatadigan bir savdo guruhi. Masalan, Yevropa ittifoqi desangiz bu yerda yevroni qo'llanadigan degandek mushunga o'xshash bir savdo guruhi.
endi bu yerda Hakan Fidan efendimning tutayotgan siyosati qaysi desa, Xitoyning yuanini Uyg'urlarni xashlayapmiz. Uyg'urlarni xashlaymiz. Bizning turklarni xashlay olamiz uni. Biz bu BRICSga kirsak, Xitoyning pulini o'tirib dollar yevro xashlashdan zerikib ketdi. Qanday Uyg'urlar bilan birga barobar o'tirib Xitoyning pulini xashlaylik. Xitoyning puli deb elim berim tijorat qilaylik degandan boshqa hech qanday narsa emas vatandoshlar. Bu narsa tugidi. İkinciden, endi vatandaşlarımız Muşay'ın 19. günü Vladimir Putin efendim Şimali Kore'ni ziyaret qilgan bo'ldi. Kelgan savol mana shu. Buningki xalqaro vaziyatga qanchalik foydali ziyonli bu bo'libmi, Jungo bilan Rossiya o'tirishdagi munosabatlarga qanday ta'sir ko'rsatadi degandek savol endi. Bu xalqaro munosabat boshqa jihatni aytgan vaqtimizda yanimi Ukraina urushiningki yanimi kengaydiganligining va kuchaydiganligidan derak turdi. Buni birdan-bir Putin efendimning mening tushuncham ya bir yerdan jurnal bir yerlarda o'qidim, mening tushuncham Putin efendimning mushundoq dunyodan butunlay ayrilib qolgan o'zimiz shu qonunsiz qurollarni, atom qurollarini yasash tufayli dunyo mash BDT tarafidan jazolash epirayotgan Şimali Kore'ni bevosita ziyorat qilishning maqsadi bu yerda Ukrainada eng qattiq yengilishga Putin efendim uchirdi. Chunki ilgirdan masalan Amerika g'arb dunyosining Ukrainaga bergan ilg'or tipli qurollarni Rus ziminiga qarshi qo'llanishga g'arb dunyosi, ya'ni Amerika hukumati ruxsat bermagandi. Men Facebook'imga yozdim. Amerika hukumati Ukrainaning g'arb bergan qurollarni Ruslarga, Rus tuproqlariga qarshi qo'llanishga yo'lni qo'ygandan keyin Ukraina hukumati bu Rus tuproqlariga qarshi harakatlarni boshlatdi. Ya'ni g'arb qurollarini Rusga bevosita qarshi qo'llandi bu yerda. Buning bilan Rossiyaningki Ukrainaga bo'lgan hadab ilgirlayotgan ba'zi rayonlik harakatlarini tartibsiz to'xtatib qolmasdan bu yerda Rossiya hukumatiningki chegaradagi, ya'ni Ukraina bilan chegara bo'lgan rayonlardagi rayonlarga bombalar tushgandan keyin Putin efendim cho'chidi. Shuning bilan ilgirdan maxfiy holatda qurollar so'z qilib kelayotgan Shimoliy Koreyaga endi oshkor udil berish orqali bu yerda bu ikki davlat bexatarlik kelishimnomasini imzoladi. Imzolashga majbur bo'ldi. Bu davlat bexatarlik kelishimnomasida qanday desa, Shimoliy Koreya bilan Rossiya uchinchi bir dushman kuch hisoblangan bir davlatning qurolli hujum uchirgan vaqtning o'zida bevosita unga o'zaro yordamda bo'ldi. Masalan, Shimoliy Koreyaga masalan Yaponiya hujum qildi deylik. Hujum qilgan vaqtimizda bu yoqda Rossiya yordam berdi degan gap. Endi hozir Rossiyaning nazarida Ukraina, ya'ni NATO Rossiya bilan urush qilyapti. Shunday bo'lgankan, bu yerda bu kelishimning tartibi bo'yicha bo'lgan vaqtning o'zida endi Shimoliy Koreya Rossiyaga yordam berib Ukrainaga askar avatishi mumkin vatandoshlarimiz. Ya'ni bevosita askar o'zining Shimoliy Koreyaning askarlaridan zapas askarlarini avatmagan taqdirda o'zida pullik askarlarni u yoqqa avatishi mumkin. Ukraina namoratchilik nima? Shimoliy Koreya namoratchilik bilasizlar, uning ishchilarini hatto Xitoylarga avatib, Xitoyga berib ishlab kelyapti, dunyoga berib, u yoqqa berib ishlab kelish, ularga nisbatan sharoit cheklab, endi mushundaq Rossiya bilan Shimoliy Koreya bexatarlik kelishib imzolagan holatida masalan pulli qismlarni, pul ishlaydigan askarlarni Ukrainaga avatish mumkin. Ya'ni Rossiyaning yollanma askarlari sifatida. Demak, bu mushu. Endi bu yerda Putin efendimninki buni imzolashi bu yerda xuddi NATOning 5-moddasiga o'xshaydi. Ya'ni NATOning 5-moddasida NATO a'zo bo'lgan bir davlat boshqalarning tajovuzga yoki qurolli hujum uchirgan chog'da o'zaro yordam berish kerak ekan kelishimga o'xshab qoldi endi. Kelishimga o'xshab qoldi. Bu yerdagi berilgan nuqta qaysi desanglar vatandoshlar, biz gapni uzatishning hojati yo'q. Bu urush endi Rossiya Ukraina urushiningki ma'lum mandan aytgan vaqtning o'zida bu Osiyoga qarab, ya'ni Janubiy Tinch okean rayoniga qarab turib mangdi desanglar bo'ldi vatandoshlar. Chunki
Bu yerda bu kelishim bo'yicha bo'lgan vaqtingizda endi Putin efendimiz maskini ochdi. Bu orqali masalan Putin efendimiz Shimoliy Koreyani ziyorat qilish orqali, Vyetnamni ziyorat qilish orqali, undan burun O'zbekistonlarni ziyorat qilish orqali bu yerda g'arb dunyosiga ichki signalni berdi. Mana men yana bor. Sen g'arb dunyosi yana meni qanchalik cheklagan bo'lsang-mu, yana menga eshigini ochadigan davlatlar bor. Yana men mandaqni qila olmayman degan nuqta bilan o'zininki boshqa davlatlarga ziyorat qilish orqali g'arb dunyosiga o'zining yolg'iz emas ekanligini bu yerda bir ko'rsatgan bo'lsa, ikkinchidan urushniki Yevropadagi urushni hamda Osiyoga, Pasifikga haydayotdi deb turib, yuzlantiryotdi deb turib tushunaman. Nima ish qilib bu yerda? Shimoliy Koreya bilan o'zinglar bilasizlar, Janubiy Koreya o'rtasida real ahvolni bilasizlar. Janubiy Koreya dunyodan, Shimoliy Koreya dunyodan butunlay etilgan, yolg'iz qilingan bir davlat. Ham buni Putin efendimning bevosita ziyorat qilib, hatto davlat bexatarlik kelishimlarini tuzishning o'z nimasi BDTning Shimoliy Koreyaning qonunsiz yadro qurollarini yasash tufaylidan BDT chiqargan belgilanma bo'yicha ep bo'lgan jazonomalarining hammasini Putin efendimiz yirtib tashladi degan gap. Yani BDT'nin nizamlamalarını Putin efendim ciddi degan gap chiqdi vatandaşlar. Bu orqali bu yerda Rusya, yani Putin efendim Shimoliy Koreyaning xalqaro jamiyatdan tarafidan nazorat qilinayotgan, jazolanayotgan ba'zi atom yadro qurollarini, ba'zi qurollarni, ilg'or qurollarni ishlab chiqishga kerak bo'lgan material, uskunlar, texnikalarni bu yerda berishi mumkin. Belgi vaqtingizda nimaga ta'sir ko'rsatgan vaqtingizda bu yerda Janubiy Koreyaga ta'sir ko'rsatgan gap. Janubiy Koreyaga ta'sir ko'rsatdi degan gap, ya'ni Rossiyaning Shimoliy Koreyaga yordam berishi, Shimoliy Koreyaning o'z navbatida Ukrainada Rus qismlari bilan barobar urush qilishi, bu ikkisiniki bundaq bir ittifoq qilib kelishib, bu yerda Shimoliy Koreyaga, Janubiy Koreyaga bo'lgan harbiy jihatdan besimni oshirdi. Ham Yaponiyaga bo'lgan besimni oshirdi. Demak, bu yerda bir jiddichilik shakllantirdi mening tushunchamcha kelgusida. Ya'ni urushning ma'lum bir turini hamda Ukraina urushdi. Men qaranglar bir narsani deb qo'yay vatandoshlar. Putin efendim hatto bundan burunmi bu yushilmagan qurol yaroqlarning o yushilib kelganda o Shimoliy Koreyadan elayotgan texnika qurol yaroqlarini yushilib kelayotgan. Yushilib kelib urushni mushkamgacha surdirib kelganda. Endi har qanday oshkor holatda yana akagan taqdirning o'zidimi pulliq askarlarni, pul ishlaydigan askarlarni Shimoliy Koreyadan akilib sog'an taqdirning o'zidimi endi beradigan natija bo'lmaydi vatandoshlar. Natija bo'lmaydi. Texi Ukrainada shu Amerika g'arb dunyosi bergan qurol yaroqlarni ishlatadigan texnik xodimlar to'liq yetishib bo'lmadi. To'liq ishga kirmadi. Kirgan vaqtdan keyin ko'rdi Putin efendim buni. Shuning uchun Putin efendim deyotdi, mediada oshkor deyotdi. Ba'zi kuchlar bizni dunyodan yo'qotmoqchi bo'lyapti. Bizni dunyodan yo'qotmoqchi bo'lganligining o'zi Rossiyaning dunyodan yo'qotmoqchi bo'lganligining o'zi bizni yadro qurollar ko'nikni besishdan boshqa alternativimiz qolmaydi deb shu o'zi deyotdi buni. Men dunyoni oxirlashtirma, sen meni yo'qotaman deysan deb. Bu Putin efendimning o'zi deyotgan gapi. Shuning uchun bu yerda har qanday qism Putin efendimningki Ukrainada jiq natija olmaydi Shimoliy Koreya bilan bo'lsin. Shuning uchun bu yerda qanday qilish kerak? Urushningki strategiya taktikasini mening bilishimcha Putin efendim endi Osiyo Pasifik rayoniga yetkazadi. Xo'sh, andaqdan bu yerda Osiyo Pasifik rayoniga yetkazsa, Jungoga qanday ta'sir ko'rsatadi? Ya'ni Xitoy qanday ta'sir ko'rsatadi degan gap chiqadi vatandoshlarimiz. Endi o'zinglar xabaringlarda bor, Putin efendimning Shimoliy Koreya ziyorati, ya'ni 24 yildan keyin kelib berilgan bir cho'ng tipli ziyorat. Undan buyon xabaringlarda bor, Shimoliy Koreya bilan Xitoy oshiq-mashqdi Jungo. Oshiq-mashqdi. Endi biroqlar Putin efendim bu yerda Jungoning bir oshiq-mashqi Kim Chong-chongni tortib oldi deysanglar bo'ldi endi. Tortib oldi deysanglar bo'ldi. Endi bu orqali Putin efendim qanday qilyapti Xitoyga? Mushu ilgari hamkorlashgan bo'lsin, o'rtaq hamkorlashgan bo'lsin, ma'lum ayliqqa modda bo'yicha hamkorlik yo'q kelishim bo'yicha. Masalan, NATO'niki davlatlar bir-birini qo'g'dash shakliga akvatidir. Ma'lum Shimoliy Koreya bilan
Rossiyaning ittifoqi. Endi Xitoyni Putin efendim deyotdi ekandi. Keling bu yoqqa deyotdi. Jungoni keling, ma ittifoq keling deyotdi. Endi bu yerda Xitoy Jungo eng qattiq bir ig'ir tanlashga duch keldi. Qanday? Masalan, Mushtamga qadar G'arb dunyosiningki Rossiyaga yurgan jazolar tufaylidan neft, gaz, har turliklarini Xitoyga setish tufaylidan Xitoy g'oyat zo'r foyda oldi. Ukraina urush tufaylidan Rossiyaga qurol sotmadim, uni qilmadim, buni qilmadim degan yolg'on gaplar bilan Rossiyaga texnik qurollar har turlikni setish jarayonining o'zida Xitoy mushtamga foyda kelgandi. Endi Putinni da'vatidagi endi bu kelishimnomaga Rossiya bilan Shimoliy Koreyaning ittifoqiga kelish orqali keling bu yoqqa maskangizni iching deyotdi. Endi mana kelishim bo'yicha ish qilaylik deyotdi. Xitoy endi buni kelgan vaqtida qanday bo'ldi deysanglar, kelgan vaqtida qanday bo'ldi degan vaqtingizda bu yerda aniqki Amerika, Yevropa davlatlarininki bevosita oshkor holatda dushman davlat qatoriga chiqdi degan gap. Endi Xitoyning maskani ichishga majbur bo'ldi. Putin efendim mushuni majburlayotdi deb o'ylayman Xitoyni. Endi Xitoy deyki masalan yo'q, Rossiya baribir yiqilishi mumkin. Undaq bo'lgan bo'lsa men Rus tarafida turmay, Shimoliy Koreya Rus tarafida turmay, men Amerika, Yevropa tarafidagi do'stni buni tanlay. Desa qanday bo'ldi deysanglar ko'ryapsizlar. Amerika, Yevropa davlatlari Tayvanni qo'llayotdi. Xabarlarda bir necha kun avval hatto Amerikaniki delegatsiyoni palata a'zolarini qahramon ayol Nancy Pelosi'ninki yetakchiligida Tibetda daramsalada Tibetlarni ziyorat qildi. Uyg'urlarga pozitiv ko'z qarshi va Amerika Yevropada o'tadi. Bunda qavolasida hamkorlashiman desa siz o'ylab qo'yinglar. Mushundaq masalalarni xalqaro jamiyatda o'rtaq o'tirib qo'yayotgan masalan Amerikaniki Tayvanni qo'llayotgan Nancy Pelosi'da xon Qo'rqmas xonimni Tayvanni ziyorat qilayotgan, hatto Dharamsalada Tibet prezidenti Dalay Lamani bilan ko'rishayotgan, hatto kelgusida mening tushunchamcha Dalay Lama bilan Joe Biden efendim ko'rishdi. Mening tushuncham shu. Chunki u Joe Biden efendim ilgirki Bill Clinton zamonlarida ko'rishgan. George Bush yoki Bill Clinton zamonida Dalay Lama efendim bilan ko'rishgan. Amerikaning prezidentlari mening bilishimcha kelgusida Dalay Lama efendi bilan Joe Biden efendimi ko'rish mumkin. Mushundaq bo'layotgan ahvol ostida Xitoy bizning qizil sizig'imiz degan siziqlarga Amerika g'arb dunyosi kirib chiqayotgan vaqtimizda Xitoy, Amerika, Yevropa davlatlarining hamkorlashami? Siz o'ylab qo'ying. Bu qat'iy mantiqqa to'g'ri kelmaydi. Endi Amerika Yevropada bilan qat'iy hamkorlashamayman, chunki buni qizil siziqlarni o'tib ketyapti deb, endi Rus Shimoliy Koreya bilan hamkorlashgan vaqtimizda qanday bo'ldi deysangmi? Yevropa bilan bo'layotgan yumshoq pul topadigan 500 milliard dollarlik bu tijorat so'misidan arilib qoldi. Amerika bilan bo'layotgan ozgan bo'lgan 500 milliard dollarlik bu tijorat so'misidan arilib qoldi. G'oyat zo'r bir bozordan arilib qoldi. Buning tipik bir misoli masalan G7 yig'ini o'tkazilgan vaqtimizda NATO'ning boshlig'i Jens Stoltenberg efendim tam 30 qataga yaqin Jungoni tahdid o'tirib so'zladi. Uning o'laqli masalan Blinken efendim deydi bu yerda. Xitoy hukumati sen bu yerda Rusni qurol-yarog' bilan qo'llab, Ukraina urushini qo'llash orqali begunoh insonlarning o'lishini keltirib chiqish orqali buni hech qanday bir narsa demaslik orqali ya'ni Ukraina urushini bu yoqda G'azzadagi urushlarni qo'llash orqali pul tepish orqali sen ya'ni bunda qilish orqali sen bizning do'stimiz bo'lmaysan deyapti. Bizlar tijorat qilmaysan deyapti. Oshkor deyilgan gap. Ya'ni Amerika Yevropa bilan sen tijorat qilmaysan deyapti. Sen maydonini tanla deyapti. Ya o'zing qurol-yarog' shatini yordam berayotgan Rus tarafda tur, yoki bo'lmasa biz tarafda turib, aqchonni pulini topib deyapti. Xitoy chekka vaqtimizda eng taskin tanlash Xitoy uchun bo'layotdi. Xitoy bo'lsa qanday qilish kerak? Xitoy kerak bo'lgani jiq pul bo'lgandan keyin shu mushkamgacha biz Rossiyaga yordam qilmadik. Shu Rossiyaga yordam qilayotgan har turli qurol-yarog'ning zapchastlarini tepib ko'rsatgan taqdirda Xitoy yo'q biz shirkat qilgan bo'lish mumkin, ma shirkat qilgan bo'lish mumkin, biz yordam qilmadik deb o'tirib mushkamgacha
ta 2022 yılda 2 yıllık jarayoningizda Xitoy g'oyasi foyda etgan. Endi kelgan vaqtingizda qanday bo'layotdi desang, Rus tarafmi, Vladimir Putin tarafmi Xitoyga besimni o'tirib qo'yadi. Shimoliy Koreya bilan bevosita kelishim tuzash orqali, bexatarlik kelishim tuzash orqali sizmi keling. Kelmasangiz eshingizni yaqin degan gapiryapti. Amerika Yevropa tarafmi, anda bo'lgan biz tarafda bo'lsangiz, Rusga bergan yordamlaringizni kesin. Ma 500 milyar Yevropa bilan 500 milyar, Amerika bilan 500 milyar bu tijoratni qilib joningizda baqay desangiz, anda qolsa Rusning munosabatingizni uzing deyapti. Mening tushuncham qaysi degan vaqtingizda vatandoshlar, Eron, Xitoy oxir berib mushu Shimoliy Koreya Rossiya ittifoqini tanlaydi. Mening tushuncham. Shimoliy Koreya Rossiya ittifoqiga mushu Xitoy va Eronni qo'shildi. Shuning uchun bu yerda Turkiyaning mushu real vaziyatni ko'rayotgandan keyin Turkiyaning mo'llamlarning hammasi Xitoyni bak yaxshi ko'rdi emasmi? Ularning nazarida dunyodagi birinchi dushman Yahudi va Nasaralar. Xitoy dushman emas. Shuning uchun Erdo'g'an mo'llama qo'rg'ini ishpanch deb Shanxay hamkorlik tashkilotiga biz bosh urayotgan to'q. Endi BRICS deydigan mayakaga vaqtimizda Xitoy pulini Uyg'urlarga xashlayapmiz, bizmi turklarmi Xitoy pulini xashlayveramiz uningga. Pulimizni mundaq tijoratni Xitoy puli bilan olib boraveramiz. Chunki BRICS qo'llanadigan pul Xitoyning puli, Xitoyning yuani dollarning o'tirsiga. Deb o'tirib bu yerda mening tushuncham Erdo'g'an afandim, masalan, Hakan Fidan afandimni tashqi ishlar ministrini Xitoyga avatishi, Uyg'ur davlatini ziyorat qildirishdagi maqsad shu. Bu yerda Turkiyami shunday o'yinni o'ynaydi endi. Shu bu yerdagi eng hal qilg'ish bo'lgan nuqta Xitoy ig'ir tanlashning yuziga duch keldi. Xulosalı eti vatandaşlar Xitoy Amerika bu so'zni deyishdan avval masalan 2 yil avval biz D ekonomisniki xabarini ko'rsatib bu yerda bir tarafida Joe Biden afandim turayotgan, bir tarafida Xi Jinping turayotgan bir jumloq yer sharininki ikkiga bo'lingan qismininkida bir tarafida Xi Jinping, bir tarafda Joe Biden afandim turayotgan biz ko'pchilikka degan dunyo bir qutblashidi. Yani demokratiya qutubi, diktator qutubi deb qutublashidi. Qutubga og'riladi. Qutubga to'liq og'rilib bo'lgan vaqtning o'zida andin dunyoda 100 yildan bir hal qilinmagan masalan Uyg'ur masalasi bor, Tibet masalasi bor, Janubiy dengizdagi bor, Oq dengizdagi masalalar bor, dunyoda to'shib ketgan masala. Bu masalani hal qilish uchun dunyo bir urushga kirdi degan vatandoshlarimiz. Shuning uchun endi bu yerda Xitoy eng qattiq bir tanlashga duch keldi. Biz deganda bu yerda qutubga og'irlashda tanlashga duch keldi. Xulosa, mening tushuncham Eron, Xitoy mushu Rus Shimoliy Koreya tuzgan mushu kelishimga oxir mushtarak o'zini etib, g'arb dunyosi bilan etishga, urush qilishga qarab turib mangdi. Ya'ni 3-Dünya urushininki petillari, chiroqlari endi Janubiy dengiz taraflarda yurish qarab turib mangdi deb turib tushunaman vatandoshlarimiz. Men shuni qo'llash tarafdori vatandoshlarimiz. Chunki men Uyg'urning problemi, dunyoda 100 yildan beri saqlanayotgan problemlarni buni o'xshash bir-biriga iqtisodiy jihatda jazo yurgizish, ani qildi, buni qildi sharqlik hal bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda urushga kirish kerak, urush, jang bo'lish kerak. Jang bo'lib, endi dunyoning ya'ni kelgusi 100 yil bo'lsa, bu 100 yilningki masalalar hal qilinish kerak. Ya Uyg'ur, Tibet qatorliqlar ya mustaqil bo'lish kerak, Amerika g'arb dunyosi tarafga turib, ya bo'lmasa Xitoy, Rus Baydaganda Shimoliy Koreya, Eron qatorliq bu diktator qutublar yana vaqtida Uyg'urlar yer yuzida to'liqli yo'q qilish kerak. Shuning uchun men bunda cho'ng urushlarning chiqishini orzu qilish tarafdori vatandoshlarimiz. Chiqsin. Tezroq Xitoy o'zining qutubini tanlasin. Urushga dunyo tezroq kirsin. Biz bu xulosani ko'raylik. Dunyoning 100 yilining kelgusini xulosasini ko'raylik. Jumladan Uyg'ur millatining taqdirining nima bo'lganini biz ko'raylik demoqchi vatandoshlarimiz. Mushunda qishlar, meni bu tushuntiradigan bu asosli temam shu uchun. Endi bu yerda gapni bakchiq uzatmay, balkim tushundira olganda temini, tushundira olgan dema vatandoshlarimiz. Chunki bundan yezib rasmiy bir manchinchi deb turib kirdigan vaqt yetmedi.
Endi bu yerda Xitoyniki mening o'zimningki alaydan bir diqqatimni tortgan bir nuqta bor desanglar, qaysi degan chog'da ilgari men videoda ko'rsatgan. Masalan, Xitoy bilan Hindistonning askarlariningki, o'sha Ladakda Hindiston Xitoy chegaralarida to'qinishib qolgan chog'da bir-biri bilan kaltaklar bilan urib, bir-biriga toshlarni etib, urishib, mushishish harakatlari mening ko'zim kelib hayron qolatdim. Bu Hindiston bilan Jungo ishkilisi baribir cho'ng davlat bo'lgan ekan, bu urush qilishdan qo'rq o'tirib, urush chiqib ketishdan qo'rq o'tirib, bir-biriga tosh to'qmoq bilan hujum qilyotadigan bu. Kaltaklar bilan hujum qilyotadigan bir yana ko'rsatmayman yoqsa. Endi bu yerga yana g'ayrat olib qolmasin. G'ayrat olib qolmasin deyman-ku vatandoshlar. G'ayrat olib qolmasin, men buni shunday videolarni tepib ko'rsatdim. Ikki videoni ko'rsatdim buniki, o'sha Xitoyniki. Buni bir kulkili kishilar o'tirib chiqyapti-dan. Buni o'zimning beradigan bir ozroq tushunchalarim bor. Qaranglar. İlgirimi ko'rsatgan buni. Ko'rdinglarmi? Hindiston bilan Xitoyning askarlari bir-biriga tosh etadi. Qo'li yerda avtomat Kalashnikov qo'lini yiroq tursa. Dunyoda bunga o'xshashmi yotiliq qo'rqinch haqolanda. Qarang. Bu qudratli Jungo armiyasiga armiya mushunchilik armiyami hamda tashaddigan armiyami bu? Bu Jungo'ning qudratli 3 million, 2 million armiyasiga armiyami juda tashaddigan armiyami bu? Hindistonning armiyasi degan shunday tashaddigan lat armiyami endi bu? Bu erkak bo'lsa o'tirib qo'lini yenini qorong'idan chiqib tatatib otmangsa Allohga ichi qizguylar deymanda bularning ikki tarafni deymanda. Buningga o'xshash maz ishlarni qilib qo'lida qorong'isi askar bir-biriga o'tirib tashatqa askarlar masalan Xitoy o'tirib qanday qilib musharqlar dunyo hujummoqchi anda bo'lgan bo'lsa, Hindiston qanday qilib dunyo hujummoqchi. Erkaklar chiqirmansa Allohga go'ylar, etishmansa qoralar vang bir-birini. Endi hal qilmangsa hal qiladigan chegaralarning masalalarini hammalarini bunda tashat sharqini qanday hal qilsa, Xitoyning Hindiston bilan hozircha Ladakda bor, Oqsaychingda bor problem bor. Xitoyniki masalan Janubiy Tinch okean rayonidagi Janubiy Osiyo Pasifik rayonlarining xaritasini ham ya'ni Xitoy dediki bu yerda hammasi meni dedi. Osiyo Pasifik rayonimi har ana Osiyo Pasifik rayonidagi yerning hammalarini men chegarada o'tirib bir yil burun e'lon qilib qo'ydim. Mush yilniki yangilik narsa. Sen mushundaq rayonni sen mening deysan, o rayonning o'zi Filippin bilan problem bor, Indoneziya bilan, Laos bilan, shu Vyetnam bilan bu Tayvan bilan emas. Bu Tayvan bilan bu yüz bandi. Tayvanni minodaydi. Undan boshqa Janubiy dengizdagi Xitoyning deyotgan Nansha taqam orollari degan orollarning hammalarini Vyetnam bilan, Filippin bilan, Indoneziya, Malayziya, Laos degan davlatlar bilan minodab talash tortishibdi. Ama bu minodigan bu talash tortishni sen bu yerda bir askarga tosh etish orqali askarlarga tosh etish orqali bu yerda hozir yeni bir videoni ko'rsatdim, poltini ko'tarib chiqibdi, bir-biriga pichoqni ko'rsatdim unda qilib. Yo'q, bundan latliq bo'ladimi? Sen bu rayonni meni desang, buni sen minodab turib betonlarni qo'yish uchun sen boshqalarga shundoq tosh etish orqali boshqa davlatlarning armiyasiga pichoqni ko'rsatish orqali terroristga o'xshash va yoki poltini ko'rsatish orqali hukmronlik qilaversa uniki. Erkakda chiqmamsa dunyoga hukmronlik qilmaysan deyotganim bu. Mayli Hindiston bo'lsin, mayli Xitoy bo'lsin. Bu xotin kishida bunda kechiringlar, bu xotin kishida nim qilgan nimam yo'q. Bu xotin kishi qilmaydi bunda ishni. Bu lati bir hijab qiz mijozli ish endi. Ama bunu tipik bir misalni ko'rsatsam qanday qilyapti deysanglar, men bir xabarni ko'rsatay, ma montajnikida.
Filipinninki başı Xitoy bilan talash tortish bo'lgan Filipin bilan Xitoy har birisi bilan talash tortish bor dedik ya, shu joylarda Filipinning dengiz armiya qismi bilan Xitoyning dengiz armiya qismlari, dengiz qo'g'dug'ich qismlari, muhofazat qismlari to'qishib qolgan gap bu yerda. Bizning tavallik rayon, mening degan rayonning bir kirdi endi. Xitoy qanday qildi desang, bu yerda ko'rsatadi, poltini ko'rsatadigan, pichoqni ko'rsatib o'tiribdi, pichoqni ko'rsatadi. Bunda nurlarni bo'lmagan, nur chechib ko'zlarga. Ammo bunday qilib o'tirib bir-biriga tahdid soldigan gap. Nima bu? Nima bo'lib ketgan bu videoni keyingi ko'rsatma. Sen dunyoga hukmronlik qilmasang, oyomat bilan kelib, necha ming askarlarga qo'li bilan poltin tutqizib, pichoqni tutqizib, chunma elimga deb avatamsa uningga. Anda o'g'amasa necha ming kishilik aeroplan bilan sen aeroplandan kelib, aeroplandan bir tane bomba atamay askarlaringni sen qarshi tarafniki askarlarning ustiga polti pichoq bilan xuddi terroristlarga o'xshash polti pichoqlar bilan terroristlarni bu polti pichoqni oxirida ishlatadi-ku endi. Sen bu polti pichoqlar bilan anda o'g'amasa chunma elimga qarshi tarafni o'ltirma deb o'tirib buni hukmronlik qila olamsan. Mantiqi uyg'un bo'lish kerak bu yerda. Bu nima ish bo'layotdi demoqchi men da'vat qildim-da. Bu urush chiqib ketmasin, ba'zilar dedi, urush chiqib ketmasin deb o'tirib, shunda qilib o'tirdi, shunda dedi. Urush chiqib ketmasin deb turib qo'rqadigan odam, unda bo'lgan bo'lsa, uyingda jinoyat. Mayli Xitoy bo'lamsa, mayli Hindiston bo'lamsa, unda bo'lganmiz urush chiqib ketmasin deb askarlaringga polti pichoq bilan, kaltak bilan, tosh bilan bir-biriga hujum qilish, bir-birini qaytirib o'ltirgicha, unda bo'lsa Hindistonga qonun qilsa, bo'lsa men jungo bilan yetishmayman-da. Xitoy manda bo'lganmiz dunyoga hukmronlik qilmayman-da. Men hech qizlarni jakolasam bo'ldi, jakolab bu qilsam bu qilayotgan ishning hammasi bir hech qizga o'xshash ish. Ha, ko'stay. Uzun emas, qisqalar. The most dangerous escalation in the South China Sea so far. What you just saw happened on Monday. Chinese sailors crossed a line and launched an unprecedented attack, the kind that could easily trigger a conflict. Let's look at those pictures again. That's a Philippine Navy vessel at the center, surrounded by the Chinese Coast Guard. You can see a Chinese soldier in an orange life jacket. He's threatening the Philippine Navy officer with an axe. Siyah kiyimliklarni Xitoyning askari deydi. And he seems to be wielding a sword. Ko'rdingmi? Avaqroq. Poltin chiqib, poltin ko'rsatdi. And from here the situation deteriorated. Chinese troops deployed tear gas. They hurled rocks. Qarang, nur chechotdi, yana birisiga tear gas degan ko'zga yashab qizdigan gazdan chechibdi. The rubber boat, they took away phones and rifles of Filipino personnel. Qarang. It was excessive and brutal. 8 Philippine officers were injured. One of them suffered serious injuries. He lost his right thumb. 7 tane Filipinlik officerlar yarinib turmuş pichoq o'yinda. This is part of the disputed South China Sea. Beijing stakes a claim to the second Thomas Shoal, but Manila currently controls it. In recent years, Beijing has challenged Manila's claims. The Chinese have sent a large number of Coast Guard ships. They've engaged in a number of provocative actions, all of it near the second Thomas Shoal. They've rammed into Manila's ships. They've fired water cannons at them. The Chinese have tried to establish a blockade around the shipwreck, the Sierra Madre. This is a World War II era ship. Xabarning tafsilotini mushaga ko'rsanglar bo'ldi. Qolgani kerakli bo'lsa videoga kirib ko'ringlar. Ana xabarda ko'rsatdi. Bu yerda Xitoyningki dengiz armiya qo'g'dug'ich qismlari, ya'ni dengiz qo'g'dug'ich qismlari Filipinning qo'g'dug'ich qismlariga poltini, video Facebookga qo'shib polta pichoqlarni ko'rsatib, ko'zda yosh oqizdigan gazlarni va nurlarni chechishga qilib bu yerga qarshi turadi.
Bu yerda bir rostini degan vaqtning o'zida boshqalar men dunyoning ishlarini sizlarga o'xshash dunyo urush chiqib ketmasin, dunyoning ishlari tinchlik bilan hal bo'lsin. Voy urush chiqyapti, ma'anda qolib ketdi deb bunday kuzatganlar emas. Mening kuzatganim qaysi degan vaqtimizda qancha tez dunyo urushi chiqsa, urush bo'lsa, urushga kirsa, Uyg'urlar to'g'ri maydonda tura olsa, bu vaqtimiz o'zi mustaqil bo'ldi, o'zini mustaqilga qo'lga keltira oladi degan nuqtani tashabbus qilmoqchiman. Endi bu yerda Xitoy Muşu baydeginimizde Janubiy dengizda bütün devletler, Vietnam bilen, Hindiston bilen, Laos bilen, Indoneziya bilen, muşu Janubiy dengizda hammasının problem var. Xuddi Tayvan bilen emas. Endi bular muşu iz Minan degan rayonga, Xitoy Minan deydi, ular Minan deydi. Muşu kirayotgan rayonga, talashlatishli rayonga. Endi sen bu masalani qanday hal qilasan deganga. Meni deyotganim bu, qanday hal qilsa bu? Meni degan bo'lsang, meni deb boshqalar meni deb turib kelgan bo'lsa, mayli Filippin taraf bo'lsin, mayli Xitoy taraf bo'lsin, bu bir yeji qizning o'yini bu. Meni deb o'tirib, sen qarshi tarafga yanada qoraltsa, sen bir urush parxotlari bilan, aeroplanlar bilan kelib bundan ikki o'tirib, sen qarshi tarafga pichoqni palto bilan o'tirib hujum qilamsan. Masalani bunday hal qilamsan, dunyoda masalani shunday hal qilish yo'li bormi vatandoshlar? Bu yerda urush chiqish kerak. Demek urush chiqishdan Xitoy tarafini qo'rqyapti rostini degan vaqtida. Chunki nima uchun qo'rqyapti? Ukraina urushidan ko'di Xitoy. Ukraina urushidan ko'di. Birisidan qarshi tarafga urush orqali kirib qolsa, yoki bu yerda Filippinning prezidenti debdi. Navada Xitoy hukumati, Xitoy taraf bizning bir askarlarimizni va yoki bir fuqarolarimizni o'ldirib qo'ysa, u chiqindi de xabarda. Jumbo bilan urush qilishimiz ehtimolga eng yaqin deyapti. Nima demoqchi o'g'lim bu? Anda bo'lgan bo'lsa, mayli Hindiston bo'lsin, Filippin bo'lsin, bu masala bor ekan. Masalani chiroyli bu hech qo'zg'ashish palto pichoqni ko'tarib yurib, hal qilib uzun so'zib buni hal qilolmaysa, hal qilolmaydiganing aniq. 45 yildan bir set boshqa hal qilamadim. Endi hal qiladigan birdan bir nuqta qaysi taraf bo'lsa, Jungo taraf mening desang, ularga mening deb turib gapimni o'tkazish uchun urush etishing kerak. Qaysi tarafma Jungoga anda bu mening desang, mening degan gapimga loyiq, anda bo'lsa urushni ichib o'tirib, endi kuchini ko'rsatib o'tirib, xuddi Ukraina armiyasi Rossiya o'zining kuchini ko'rsatib o'tirib, mening degan kuchini ko'rsatishing kerak. Men ilgari bir shu Rossiya Ukraina urush chiqqan vaqtning o'zida Putinning shunday degan vaqtimizda ba'zi nurg'un qarindoshlarimiz norozi bo'lib ketdi. Putin ham o'g'il bo'lib o'tirib chiqdi desam, norozi bo'lib ketdi nurg'unlar. Men uni hech bir zaman tajovuzchilik, Ukraina qilayotgan ishi bir tajovuzchilik. Ukraina qilayotgan ish tajovuzchilik bilmayman, men bu tarafni qo'llovchi emas. Ammo sen problemni hal qilay desang, unda bo'lsa Putin va Ukraina taraflama ikkisi bir-biriga tosh etishdimi? Ikkisi chegaraga kirib bir-biriga palto pichoq bilan etishdimi? Buna o'g'ilvardagi ish qilmadi deydi desam. Mana o'g'ilvardagi ish qilmayapti. Xitoy, Hindiston, Filippin, Malayziya, Laos deganlar bular hech qizga o'xshash ish qilyapti. Chiqib Putinga o'xshash, Ukrainaga o'xshash erkaklar chiqib lang urib turib bunda masalani hal qilish kerak. Bu yerda Rossiya Ukraina chegaraga kirib olib, mal o'xshash hech qizning o'yinini qo'ydimi, qo'ymadi uni. Men shuning uchun deyapman. Shuning uchun dedim, shuning uchun men Putinga o'g'li boldak chiqdi. Ukraina menda olgan bo'lsa, men o'lsam o'laydi o'tib, Ukrainaning o'g'li boldak chiqdi, chiqib o'tib bo'shda toza qo'yib, Putinga hozirtib qo'ydi endi. Demakchi men masalani hal qilay desangiz, hech qizga o'xshash ish qilmang buni o'xshash. Xuddi Putinga bilan Ukraina qahramon Ukrainaning prezidenti Zelenskiy o'tirib chiqib, qo'ying ish mushta. Pissin ish shunda oxirlashsin. Dunyoning bo'limdan bo'lib kelgan sistemasi bo'yicha mana shunda oxirlashsin demoqchi vatandoshlarimiz. Men ish turyapsam, nurg'un xizmatdoshlarim mendan so'raydi. Bu erkin videoda ko'rib turibmiz. Jungo bilan Hindiston mush askarlar yanada qoraltsa, bir-biri bilan o'tirib mushitga tosh otadi ekan, bir-biriga kaltaga qo'yib kaltaklar bir-birini urdi ekan. Bu qanday mozish bo'ldi shunda dedi. Mendan so'ramay bir buddul ashlardan so'rasanglar. Desam bu urush qilishdan, bir-biriga cho'ngchilik qilishdan yurak kerak, qo'rqmaslik kerak, urush qilish kerak. Urush qilamisan, unda olamiz, endi jamiyat nomda ular, jamiyat tushmanda shunday deydi. To'g'ri, men deydiganim mana shu. Chiqsam, mushular
Xitoy bo'lamsa, Hindiston bo'lamsa, Filippin, Malayziya, Indoneziya falan to'qinlaring bo'lsa, mening desam akakdak o'tirib chiqib urush qil. Xuddi Putinkan bilan Zelenskiy efendimga o'xshash. Bo'lmasa, hech qizga o'xshash yo'q deb sikib uxlab qoldi demoqchi vatandoshlarimiz. Bo'lganda bo'lgan bo'lsa vatandoshlar, keyingi suhbatni ko'rishgacha yakshanba kuni ko'rishgacha omon bo'laylik vatandoshlarimiz. Balkim buni to'g'ri tushundira olgandimmi? Bo'lmasa yana keyingi suhbatlarda biz takrar, ya'ni tushuntirishga tirishimiz vatandoshlarimiz. İşten charchab kelgandikan ba'zi vaqtning o'zida material hamma narsani yetarlik ko'rib bo'lmagandan keyin ba'zi vaqtda gaplar balkim taqatqi chiqib qolganda to'g'ri tushunishingni umid qilaman vatandoshlar. Ko'rishganmi bo'laylik xo'sh.